Dilab klinikasi xodimlarini, barcha xodimlarni, faqat tibbiyot xodimlari, balki umuman mana shu klinikada faoliyat yuritayotgan barcha xodimlarni mana shu bayram bilan men tabriklab qolaman. Katta rahmat. Hamma qator ularga sog'lik, salomatlik tilayman. O'zlari qilayotgan ishdan doim qoniqib yashashsin. Har xil inson bor ularga keladigan. Mana ular bilan ishlashda men sabr, matonat tilayman. Hech qachon shu sohani tanlab, shu joyda ishlayotganligidan hafsalasi pir bo'lishmasin. Shu joyda shu sohani tanlab men yaxshi to'g'ri qilganman degan mana shunaqa komil ishonch yil davomida ularni tark etmasin. Kelayotgan 2026-yil barakali bo'lsin. Ketayotgan 2025-yil bizdan rozi bo'lsin. Omad juda zo'r ish qilishyapti. Ayniqsa bizga hozir ancha kerak bo'lgan mana bunaqa havolada kerak bo'lgan paytda o'zimizdan sog'lig'imizni tekshirib, boshqa qilib ishlarga omad, zo'r ish. Dilab xodimlarini, barcha xodimlarini minnatdorchilik bildirgan holatda tabriklayman. Xudo xohlasa sog' salomatlikda keyingi yil 2026-yilmi, 27mi, undan keyingi yillarga ham sog' salomatlik yetib borish hammamizga nasib qilsin. Sizlarga omad yor bo'lsin. Doktorlarimiz, sizlar qahramonimizsiz. Hech qachon esdan chiqarmanglar. Shu mas'uliyat har doim yelkangizda turadi. Chunki biz sizlarga jonimizni ishonib topshiramiz. Inshaalloh Xudo xohlasa sizlarni Alloh o'z panohida asrasin. Kelayotgan yil hammamizga omadli bo'lsin. Avvalambor katta natijalarga shu yilda erishaylik. Va Dilabga kattakon rahmat. Menga shunaqa o'zi arzimagan odam bo'lsa ham katta hurmat qilib narsa jo'natishibdi. Xursand bo'ldim. Tabii yaqinda boraman albatta. Borishim kerak. O'zi analiz topshirgani. Rahmat katta. Bilasizmi, adamga gapirardilar-da. Artistni niyati yaxshi, ishi yomon derdilar. Lekin doktori niyati yomon, ishi yaxshi. Ya'ni hazil bu, misol doktorlik qancha ko'p kasal bo'lsa, shuncha ish ko'p bo'ladi. Lekin umr uzoq bo'lsa, hamma shu doktorlarni shunchalik yurib, shunchalik tuzatishyapti, hozir kasallar ko'p baribir. Nima deymiz? Charchashmasin. Mana shunaqa ishlab O'zbekistonga xizmat qilishsa, biz xursandmiz. 2026-yil hammaga baxt, omad, barakali kelsin. Ayniqsa shu Dilab klinikasining xodimlariga, doktorlariga, barcha o'sha sanitarkadan tortib medsestralariga hammasini tabriklayman. Kelasi yil mana bu yil 300 ta bo'lgan bo'lsa, kelasi yil 3000 ta, undan keyin 300 ming ta odamni ishlatish hammamizga nasib qilsin. Sizlarga ham kattakon rahmat, mehnatingizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham yaxshi qilishga harakat qilamiz. Hammalarni tabriklaymiz. Saving Kids mana bor. Saving Kids jamoasini, Fitness Forma jamoasini, Dilab jamoasini hammasini kirib kelayotgan yangi yil bilan yana bir marta tabriklayman.